Endi siz bemalol biskvit grammlarini o'zgartira olasiz. Deylik, sizda 5 ta tuxumli biskvit retsepti bor. Siz bo'lsa 8 ta tuxumliga ko'paytirmoqchisiz. Retseptni ko'rib chiqamiz. 5 ta tuxum, 200 gram shakar, 180 gram un, 20 gram kraxmal, 5 gram qabartma va 1 gram vanilin ishlatilgan. Siz esa 8 ta tuxumga ko'paytirish uchun ushbu 5 ta tuxumni har 1 gramga bo'lasiz va ushbu 8 ta tuxumga ko'paytirasiz. Mana bunday qilib, birinchisi 200 gram shakarni ushbu 5 ta tuxumga bo'lasiz. Javobini 8 ta tuxumga ko'paytirasiz va javob 320 gram shakar. Keyingisi 180 gram unni 5 ta tuxumga bo'lamiz va javobini 8 ta tuxumga ko'paytiramiz. Javob esa tayyor. Qolgan gramlarni ham xuddi shu tarzda ko'paytirib bo'lsangiz, sizga kerakli o'lchamlar chiqadi. Xuddi shu usulda xohlagan retseptingizni bo'lib ko'paytirib, xohlagan tuxum gramlarida tayyorlashingiz mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Hali ko'p as qotadi.